Alloh faqat oxiratning Robbisi emas. Alloh dunyoning ham Robbisi. Faqat masjidda bo'lmaydi shu uchun. Oxirat ishlariga tegishli narsalardagina Allohning ahkomi yurib, dunyo ishlarida bo'lsa, insonni orzu qilgan ahkomi yurib, unaqa bo'lmaydi. Falillahil axira. Sen aytayotgandek to'g'ri, oxirat Allohniki, lekin val ula, dunyo ham Allohniki. Yoki dunyo sizlarniki bo'lsin-da, Allohga faqat hojatxonalar ahkomlari, tahoratxonalar ahkomlari, hammomlar ahkomlarigina Allohga bo'lish kerakmi? Hozir odamlar din desa mana shuni tushunadi. Dunyo odamniki, siyosat odamniki, taxt odamniki, podshohlik, hokimlik odamniki, Allohniki nima? Faqat tahoratxonadagi ahkomlar, hojatxonadagi ahkomlar, janobatdagi ahkomlar ana shugina Allohniki. Shuning uchun din desangiz, dinni mana shu narsasinigina o'rgatishingizga qo'yib beradi. Agar undan boshqaga qarab, dunyoga qarab kirisha boshlasangiz, masjidingda qil deydi. Haddingdan oshma, bor tahoratingni o'rgat, namozingni o'rgat deydi. Alloh tahoratxonalar Robbisimi? Yoki nauzubillah hojatxonalar Robbisimi Alloh faqat? Alloh aytayaptiki, falillahil axiratu val ula. Narigi dunyo ham Allohniki, bu dunyoingda qanaqangi hukm qilish ham Allohniki. Seniki emas. Senga qolibdimi orzu qilish hamma narsani? Yoki faqatgina dunyo sizlardikida, taxtlar sizlardikida, tobutlar Allohnikimi? Hozir odamlar shunaqa, taxtlar odamlarniki ekan, taxtga aralashmaslik kerak, ya'ni siyosatga aralashmaslik kerak, dinni aralashtirmaslik kerak, lekin o'sha kishi o'lsa, uni tobutini keyin Allohning ahkomi bilan ko'tarish kerak, uni tobutini Allohning ahkomi bilan go'rga qo'yish kerak. Taxt seniki, tobut Allohnikimi? Ha? Taxt seniki, dunyo, tobut esa Allohgami? Allohga nima kerak tobuting o'lganidan keyin? Yo'q, faqat ana shu tobut ahkomlarigina Allohga kerak. Yoki taxt seniki, farjlar Allohnikimi nauzubillah? Faqat farjlarni halollashda, bitta erkak bilan bitta ayolni olib kelib nikoh qilishda, yoki bitta erkak bilan bitta ayol bir-birini taloq qilib qo'ysa, keyin ularni ajratishlikda Allohning hukmigina esiga keladi. Taxtda Allohning hukmi esiga kelmaydi. Farjlar Allohga, taxtlar sizlargami ya'ni? Tilka idan qismatun diza. Ko'ryapsizmi, qanaqangi ahmoqona taqsim bu, qanaqangi adolatsiz taqsim. Yo'q, sen orzu qilganingdek bo'lmaydi bu dunyo. Falillahil axiratu val ula. Oxirat ham Allohniki, val ula ham, dunyo ham qanaqa yashash, taxtdan tortib tobutgacha hammasi Allohniki. Nima qilib yashash kerak, hammasini Alloh o'rgatadi.